Assalomu alaykum yurtdoshlar. Men yana Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanida yashovchi fuqaro Usmonov Muzaffar Mahmudovichman. Hurmatli yurtdoshlar, mana bugun 2026-yilning 9-iyun kuni mana bu ko'rsatib tasvirdagi joy Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanining Chinobod mahalla fuqaro yig'iniga qarashli Chinobod hududi joyi. Hurmatli yurtdoshlar, mana bu tasvirdagi joy bizning Qo'qon shahridan kelyap turgan magistral yo'l. Mana bu ko'rinib turgan yo'l Toshkent shahridan kelib turgan yo'l. Mana bu hurmatli yurtdoshlar, mana bu tasvirga olib namoyon qilib turgan joyim. Bizga bu joyni 2021-yilning 1-sentyabridan Qo'qon o'rmon xo'jaligiga tegishli 49 yilga palnoma daraxti orqali mana shu yerda yashil makon maqsadida bizga foydalanish uchun shartnoma asosida 3 tomonlama berilgan edi. Lekin bu joydagi yashil makon qilaman deb bular mana bu joyda bizning bilmayman qaysi tegishli tashkilot rahbarlari mana ko'ryapsizlar tasvirdagi joyda auksionga berib savdoga qo'yib sotib yorishib mana nimalardir qurishyapti. Lekin bu joyda bizning Dang'ara tuman hokimi yana tantanali qilib aytamiz Shuhratjon Toji Hakimovning tashabbusi bilanmi bilmayman bu joylar auksion orqali kimosh savdosiga qo'yib sotilibdi. Lekin men bu borada bu joydagi insonlarga men shunday ogohlantirish berdimki, dastlabki birinchi marhum prezidentimiz Islom Karimov har bir so'zlarida aytganki, ogoh bo'ling, ogoh bo'ling, ogoh bo'ling deb. Men bu joyda shu auksion orqali olgan fuqarolarga kelib aytdimki, akalar, mayli. Men bu joyga pul sarflayapsizlar, e'tirozim yo'q. Lekin bu joyda bizga 2021-yilning 1-sentyabridan Qo'qon o'rmon xo'jaligi tomonidan 3 tomonlama shartnoma asosida bizga 49 yilga biriktirib berilgan. Lekin mana sizlarga auksion orqali berib yoribdi. Men bu qilgan xatti-harakati bo'yicha ma'muriy sudga berib, bu narsani yakunini kutaman deb bularga bir ogohlantirganimdan so'ng bular bu joydan bu auksion orqali olgan fuqarolar ketgan edi. Lekin mana bu mana ko'rib turgan joydagi mana bu nima maqsadda qurilib turgan mana bu beton. Lekin meni gapim bu insonga to'g'ri mazmunda yetib bormabdim, bilmayman. Balki men nohaqmanmi, unga ham hali hayot oldinda. Lekin mana bu beton qurib turgan odam meni gaplarim balkim eshitmagan bo'lsa, mana bu YouTube kanali orqali eshitadi. Mana bu joylar bizga yana qaytaryapman. 2021-yilning 1-sentyabridan to 49 yilga bu yerdan yashil makon sifatida foydalanishga berilgan hudud. Endi lekin hurmatli yurtdoshlar, mana bu kechirasizlar, mana bu tadbirkor. Men bu xatti-harakatingizga e'tirozim yo'q. Lekin men sizga bu qilib turgan xarajatlaringizni men yakuniy qilib olib, keyin qurilish qilishingizni talab, iltimos qilaman. Sabab men bu joyda ma'muriy sudga beraman. Ma'muriy sudda bu keyin bu joylar kimga taalluqligi haqida qaror chiqargandan so'ng keyin hamma narsa ochiq oydin bo'ladi. Lekin mana bu meni hozir 6 yo 5 minutlik tasvirimda gapirib turgan gaplarimni eshitarsizlar. Yana qaytaryapman. Mana kechirasizlar. Tasvirdagi tomon Toshkent shahridan kelib turgan yo'l. Mana bu tomon mana Qo'qon shahridan kelib turgan tomon. Lekin mana bu joyda mana yashil makon qilamiz deb mana shundaqa hamma joylar talon-taroj holatiga keltirib mana bunday holatga yaratilgan. Lekin buni hozir men
Farg'ona viloyat hokimi Xayrullo Bozorovga 2025-yilning 28-dekabrida tumanimizdagi kamchiliklarni 12 turdagi holatini aytganimda, menga bu Xayrullo Bozorov Farg'ona viloyat hokimi Baxtiyor aka Ismoilov bilan meni murojaatlarimni olgan edi. Lekin mana bugun kun oy yetib keldimi bilmayman. 2026-yilning 21-sentyabr kuni Naymancha hududidagi sayyor qabulida men Farg'ona viloyat bosh prokuroriga Baxtiyor akaga aytib, shu men murojaatim yakuniy o'rganilmadi deganimdan so'ng mana bugungi cheso, ya'ni 9-iyun kuni Farg'ona viloyat prokuraturasining bo'lim boshlig'i 37-bo'limida ishlovchi Nodir Mirza Rahimov kelib bu holatlar bo'yicha o'rganyapti. Bu holatlar bo'yicha qani endi nima yakun, nima javob berishadi menga bilmayman. Lekin eng qiziqarlisi, hurmatli yurtdoshlar, bu joy ilgari o'rmon xo'jaligiga qarashli degan meni qo'limda hozirgi Dang'ara tuman kadastr boshlig'i Jasur Meliyevning imzo muhri bilan bu joy o'rmon xo'jaligi degan holat bo'lgan. Lekin Jasur Meliyev Dang'ara tumaniga kadastr bo'lib kelgandan so'ng mana shu ko'rsatib turgan tasvirdagi joy o'rmon xo'jaligidan o'chirilib Dang'ara tuman zaxirasiga aylanib qolgan. Lekin qani endi buni nazorat qiluvchi hushyor rahbarlar? Bu kimning imzosi bilan, kimning buyrug'i bilan bu holatlar bo'lyapti? Lekin yurtboshimiz Shavkat Miromonovich qancha kuyib, qancha yonib, shuncha O'zbekistonni oldinga, yuqoriga yetaklayman degan bir davrda mana bizning Oltin vodiyning kirish qismidagi Dang'ara tumanining Chinobod hududidagi joylar talon-taroj holatga kelib mana shunday holatga ketyapti. Men nima uchun buni asosli qilib gapiryapman? Sabab meni qo'limda Jasur Meliyevning 2021-yil 1-sentyabr kungi 49 yillik shartnomasida 3 tomonlama qilingan tizimdagi shartnomada bu Jasur Meliyevning imzosi ham hamda muhri ham aniq ifodalangan. Qani hurmatli yurtdoshlar, mana bu narsaga qani kim nima baho beradi? Qani yuqorida turuvchi tashkilotlar? Qani Farg'ona viloyat prokurori? Lekin men sizdan minnatdorman. Lekin meni murojaatimni yakuniy qiziqish bilan o'rganish uchun kelgan Nodir Abduroziqovga o'z men minnatdorchiligimni bildiraman. Mirza Rahimov akalar. Lekin men bunchalik bundaqa haqiqiy o'zini ishida ishlaydigan prokurorni men to'g'risi mana shu yoshga kirib endi ko'rishim. Bunday nodir degan insonlar o'sish kerak, ulg'ayish kerak. Bularni ta'lim, tarbiya bergan ota-onasiga men o'z yuragimdan minnatdorchilik bildiraman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Lekin mana bunday o'zboshimchalik olib, o'zboshimchalik bilan egallab oladigan hujjatlarga sizlar aldanib qolmanglar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.